Talabalarga bir savol berildi. Ota kim? Javoblar har xil, chiroylisi ham, oddiysi ham bo'ldi. Lekin eng afzali bir talabaning quyida keltirgan javobi edi. Ota, sen uni katta oyoq kiyimini kiyarding. Oyoqlaring jajjiligidan qoqilib ketarding. Ko'z oynagini taqib, o'zingni kattalardek his qilarding. Kiyimini kiyib viqor sezarding. Mashinasini kalitini berishini so'rarding. O'zingni uni o'rniga qo'yib, o'zing haydayotgandek xayol qilarding. Arzimas narsa uchun ish vaqtida unga qo'ng'iroq qilarding. Senga qalb to'la quvonch bilan javob berardi. Sen bilan ish vaqtida gaplashgani uchun rahbaridan gap eshitishini yoki hamkasbi ishini tezroq bajarib berishini kutib turganini yo telefon orqali gaplashish unga ortiqcha xarajat bo'lib, yana qiyinchilik keltirishini bilmasding. Yana xotirjamgina, dada, kelishingizga menga qulpunay sharbatini olib keling, derding. Jonim bilan bolam, onangni qiynamagina, deb javob berardi. Uyga ish, havoning issig'u sovug'i, zahmat bilan charchab, sening buyurtmangni esidan chiqib qolsa, kelishi bilan, dada, sharbat qani, derding. Tabassum qilib, charchog'ini ham unutib, sening bema'ni talabingni joyiga keltirish uchun chiqib ketardi. Bugun sen ulg'ayding. Uning oyoq kiyimini kiymaysan. Zamondan ortda qolgan bo'lgani uchun. Liboslari, narsalari, o'rtoqlaringga bir vaqtlar maqtanganing mashinasidan erganasan, mensimaysan. Chunki endi seni u narsalar qiziqtirmaydi. Otangni qarashlari esa senikiga mos kelmay qoldi. Og'aynilaringdan o'zingcha hijolat qilib, ularning oldida otangni qilgan harakatlari seni achchig'ingni keltiradi. Asablaringni buzadi. Kechiksang sendan xavotir olib qo'ng'iroq qilsa, sening yuraging siqiladi. O'z holingga qo'ymaganidan nafratlanib ketasan. Agar ko'ngli xavotirdan joyiga tushmay, takror va takror qo'ng'iroq qilsa, unga javob qilmay qo'ya qolasan. Uyga kech qaytsang, mas'uliyatsizliging uchun koyiydi. Sen esa g'azabdan yonasan. U esa buni bilsa ham, oilaning boshi, har bir boshliq o'z qo'l ostidagilaridan mas'ul ekani uchun tarbiyalashdan to'xtamaydi. Unga ovozingni ko'tarasan. So'zlaring bilan qalbini ezasan. Unga bergan javoblaring, baqirishlaringdan jim bo'lib qoladi. Qo'rqqanligi uchun emas, balki seni yaxshi ko'rgani, senga muruvvat qilganidan. Kechagina yoshlik chog'ida seni yelkasiga ko'tarib, opichlab yurardi. Bugun esa seni bo'ying unikidan baland, uni qo'lidan ham ushlashni xohlamaysan. Kechagina gapirishni bilmasding. Chuchuk tiling bilan gapirishga qiynalib xatolar qilarding. Bugun esa hech kim senga jim deya olmaydi. Qanchalik malol keltirmasin, u sening otang. Unutdingmi yoki? Bolaligingda seni tentakliklaring, erkaliging, jinniliklaringni ko'targanidek, sen ham uni qarigan chog'ida bemorligida keltiradigan mashaqqatlariga mamnuniyatla bardosh ber. Unga marhamatli bo'l. Sendan boshqalar, otasi yo'qlar, otasini yana bir bor ko'rishni orzu qiladilar. Mendan kimni yaxshi ko'rasiz deb so'rashdi. Aytdim. Menga 9 oy intizor bo'lgan, shodon kutib olgan, moli va joni, sog'ligi evaziga meni tarbiyalagan, odam bo'lishim uchun kechani kunduzga ulagan insonni dedim. Otam men uchun to abad qalbimda eng yaxshi ko'rganim bo'lib qoladilar. Hammadan uzr so'rayman-u, lekin shuni bilaman. Hech kim otaga o'xshamaydi. Ey Robbim, vafot etgan otalarni kechir. Rahmating, jannatingga qarshila.
Kimning otasi hayot bo'lsa, umrini toatingda uzaytir. G'amlarini ketkaz. O'zi kutmagan tarafidan rizqlantir. Unga o'z rahmatingni yog'dir. Gunohlarini kechir. Jannatingga kiradiganlardan qil. E'tiboringiz uchun rahmat.